savol kelib tushdi. Ajrashgan erkak aliment to'laydi va ajrimdan keyin sotib olgan o'ziga tegishli uyni sotsa, shu sotgan uyni pulidan ham aliment to'laydimi degan savol bo'ldi. Birinchidan ajrash bo'lgandan keyin ayol kishi bu erkak kishini boshqa mulklarga o'zi da'vo qila olmay qoladi. Merosxo'r sifatida da'vo qila olmaydi. Lekin aliment to'lovga kelganda qonunchilikda barcha daromadlardan deyilgan. Endi o'sha kvartirani sotgandan keyin o'sha kvartiradan agar foyda ko'rsa, aytaylik, $15,000 olgan kvartirasini $20,000 sotadigan bo'lsa, $5,000 bunga foyda. Sof foyda. Sof foydadan o'sha ma'lum qismini berish mumkin. O'zlari kelishuv asosida aytaylik $1,000 yoki $2,000 ham berish mumkin. Agar o'rtada kelishuv bo'lmaydigan bo'lsa, unda MIB tomonidan undirib beriladigan bo'lsa, bolalarning soniga qarab turib, masalan, bitta bolaga 25% mi, 4/1 qismi. Demak, o'sha $5,000 da 4/1 qismini sof foydadan 4/1 qismini to'lab berish kerak bo'ladi. Shunga qarab turib nima qilsa bo'laveradi, agar o'rtada kelishuv bo'lmasa. Sof foydadan agar u daromad olgan bo'lsa, agar daromad qilmaydigan bo'lsa, unda to'lab bermaydi. Agar sizga huquqiy yordam kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.